Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiqlal kündülük xəbərlərini görüşünə qızğın qarşılamız. Mən Ərşidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuzga sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Xitoy məcburi əmgək oqqun yo'tkashni texmo kengaytiradigan organ qurdi. Xitoy ishg'oliyat ostidagi Sharqiy Turkistonda bir tarafdan Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga surgun qilib, mecburi emgekka salsa, yana bir tarafdan Xitoy oqqunlarini yuqori ta'minot ish fursati bilan Sharqiy Turkistonga yo'tkab kelgan. Xitoy bu jinoyatlarni texmo sistemalik davomlashtirish uchun Sharqiy Turkistonda tunji o'lka darajalik odam kuchi boyligi mulozimat birlashmasi ta'sis qildi. Xitoy xabarlari to'rining xabar qilishicha, atalmış Şinjan Adam Küçü Baylıqı Mülazimet Birləşməsinin tunji a'zolik yig'ini va medialarining tunji ichilish yig'ini Urumchidagi xalqaro yig'in markazida o'tkazilgan. Xabarda mazkur organning Sharqiy Turkistonning ichi sirtidagi 15 Adam Küçü Baylıqı Mülazimet organi va Xitoyning Sharqiy Turkistondagi aloqador organlarining hamkorligida qurilganligi, Sharqiy Turkistondagi tunji o'lka darajalik Adam Küçü Baylıqı Mülazimet Birləşmasi ekanligi va Xitoyning obida xarakterlik muvaffaqiyatlaridan biri ekanligi da'vo qilingan. Bu jarayonda yangidan qurilgan mazkur birlashma Xitoyning har qaysi o'lka va shaharlaridan 10 organ bilan strategik hamkorlik kelishimi imzolagan. Xitoy amaldorlari yig'inda Sharqiy Turkistondagi odam kuchi boyligini boshqarishni kuchaytirish, atalmış ixtisosliklarni kirgizish, oliy maktabni bitirgan o'quvchilar bilan hamkorlikni ilgari surish qatorliq iboralar ta'kidlangan bo'lib, Xitoy oqqunlarini Sharqiy Turkistonga ko'plab jalb qilishga ishorat qilgan. Xitoy yaqinqi yillarda Xitoy oqqunlarini haqsiz uy, haqsiz yer, yuqori maosh qatoriqlari bilan Sharqiy Turkistonga yerlashtirayotgan bo'lib, oldingi oyda Urumchida maxsus yig'in ichib, atalmış oliy maktabni bitirganlarni Şinjanda qilib, Şinjanga qaytib kelib, Şinjanga kelib ishga o'rlishish, egilik tiklashga ilhomlantirish va yetaklash loyihasini besib tarqatgan edi. Xitoy bu planida Sharqiy Turkistonda oliy maktabni bitirganlar uchun har yili 200 mingdan ortiq ish o'rni kengaytirganligini uqtirgan edi. Yangidan qurilgan atalmış birlashmaning Xitoyning planlarini texmo sistemalik texmo kengaytib ijro qilishga yordam beradiganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy Uyg'urlar sababli Yevropa parlament a'zolariga yurgizgan jazoni bekor qildi. Yevropa ittifoqi bilan munosabatini asliga keltirishga aldirayotgan Xitoy 2021-yili Uyg'urlar sababli Yevropa parlamentidan o'ch ilib jazo tizimiga kirgizilgan 5 parlament a'zosiga yurgizilgan jazoni amaldan qoldirdi. Yevropa parlamenti 30-aprel Xitoyning 2021-yili Yevropa ittifoqining 5 parlament a'zosiga yurgizgan jazoni amaldan qoldirganligini e'lon qildi va buning Yevropa ittifoqi bilan Xitoy orasidagi suhbatning qayta qo'zg'alishi uchun muhim qadam ekanligini ta'kidladi. Fransiya agentligining xabarida bildirilishicha, Yevropa parlamenti bu vaqtdagi bayonotida Xitoyning qarorini qarshi olganligini, ammo bu Xitoy bilan Yevropa ittifoqi orasidagi ko'plagan masalalarni, xususan insoniy huquqqa hurmat qilish qatorliq yadrolik masalalardagi ixtilofni yo'qqa chiqarolmaydiganligini ta'kidlagan. Yevropa ittifoqi 2021-yili 22-martda Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamda jazo lageriga qamash, bastirish jinoyatiga chetishliq bo'lgan bir qism Xitoy amaldorlariga va ishlab chiqarish qurilish diviziyasining jamoat xavfsizligi idorasiga jazo yurgizgan edi. Ayni vaqtda Xitoymi Yevropa ittifoqining bu qaroridan darhol o'ch ilib, Yevropa parlament a'zolari va tadqiqotchilarni o'z ichiga olgan 10 kishiga shundoqla 4 organga jazo yurgizganligini e'lon qilgan edi. Bir necha kun burun Yevropa ittifoqining tashqi siyosat va jazo tadbirlariga nazoratchilik qiladigan organning bir bayonotchisi Sharqiy Turkistonning vaziyatida yaxshilanish ko'rilmaganligini, bu sababli Xitoy Yevropa ittifoqining parlament a'zolariga qaratgan jazoni bekor qilgan taqdirdami, Yevropa ittifoqining Xitoy amaldorlariga yurgizilgan jazoni saqlab qolganligini aytgan edi. Xitoy boj kechirim tizimini e'lon qilishga majbur bo'ldi. Xitoy navbatda Amerika bilan bo'lgan tamojna beji urushini pasaytishga tirishayotgan bo'lib, 125%lik tamojna beji kechirim qilingan bir qism Amerika mahsulotlarining tizimligini turg'izganligi ilgari surildi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, ichki ahvoldan xabardor bir necha kishi Xitoyning aloqador tarmoqlarining Xitoy shirkatlari bilan astirdan aloqalashadiganligini, ularga boj kechirim qilingan Amerika mahsulotlarining tizimligini yo'llaganligini oshkorlagan.
Oldingi hafta Wall Kutsi gazeti Xitoyning bir qism Amerika mahsulotlaridan jimjitgina boj kechirim qilganligini, mazkur mahsulotlar yerim o'tkazgich yasash uskunasi, davolash uskunlari, aviatsiya zapchastlariga o'xshash Xitoy boshqa davlatlardan setib ololmaydigan mahsulotlar ekanligini xabar qilgan edi. Navbatda bo'lsa aloqador tizimlikning mavjud ekanligi oshkorlangan. Shundaqdimi Xitoy hozirga qadar Amerika bilan hech qanday suhbat o'tkazmaganligini, tamojna beji masalasida Amerika bilan oxirgacha tutishadiganligini qat'iy yo'l qo'ymaydiganligini da'vo qilmoqda. Rossiyada 5000 ga yaqin Shimoliy Koreya askari talafotga uchragan. Janubiy Koreya istixborot idorasi chorshanba kuni parlament a'zolariga bergan ma'lumotida Shimoliy Koreyaning Rossiya bilan birlashib Ukraina qismlariga qarshi urush qilish jarayonida taxminan 4700 askarining o'lganligi yoki yaralanganligini ma'lum qildi. Bu bayonot Shimoliy Koreyaning Rossiya o'tgan yili Ukrainaning tuyuqsiz qilgan bir qatimliq hujumi sababli kontrolligini yo'qotib qo'ygan Kursk rayonining bir qism joylarini qaytarib olish uchun tunji qatim jangchi avatganligini dalillashidan 2 kun ilgari o'ttirg'i chiqqan. Dushanba kuni Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unning Ukrainaga qarshi Rossiyaga yordam berish uchun askar avatishni qaror qilganligini e'lon qilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin keyin Shimoliy Koreyaga rahmat aytgan edi. Kim Jong Un bilan Putin har ikkilisi Shimoliy Koreyaning bu askar o'rinlashtirishni ikki davlatning 2024-yildagi mudofaa kelishimiga asosan ishga oshirganligini bildirgan. Bu kelishim taraflardan biri hujumga uchragan taqdirda o'zaro yordam berishni kafolatlantirgan. Amerika, Janubiy Koreya va Ukraina doiralari Shimoliy Koreyaning o'tgan yili kuzda Rossiyaga 10 mingdan 12 minggacha askar avatganligini bildirgan. Janubiy Koreya armiyasi mart oyida Shimoliy Koreyaning bu yilning 5ida Rossiyaga taxminan 3000 qo'shimcha askar avatganligini e'lon qilgan. Dekabrdan buyon 200 ming suriyalik davlatiga qaytgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bultur 9-dekabrdan buyon Turkiyadan o'z vataniga qaytgan suriyalikning 200 mingga yetganligini e'lon qildi. Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Erdo'g'an dushanba kuni Turkiya asri nomli ko'chmanlik masalalarini boshqarish faoliyatida so'z qilib, Suriyaning normallashishiga ergishib, qaytib keladiganlarning sonimi tez ishishga boshladi degan. Erdo'g'an yana dushanba kuni X hisobida bayonot e'lon qilib, o'z ixtiyorligi bilan vataniga qaytganlarning umumiy sonining 931,450 kishiga yetganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, 13 yillik Suriya ichki urushi jarayonida Turkiya taxminan 4 million suriyalik muhojirni kutib olgan bo'lib, bu jihatda boshqa barliq davlatlardan ko'p muhojirni kutib olgan davlat bo'lib qolgan. Xalqaro ko'chmanlar tashkilotining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, hozir dunyo miqyosida 281 milliondan ortiq ko'chman bor bo'lib, ko'chman ishchilarning soni 165 milliondan oshadi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizlarga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.